Barchani tabriklayman. Siz bilan aloqada Grow Markets. Biz korporatsiya haqida umumiy ma'lumotlardan boshlaymiz. Agar kerak bo'lsa, videoni to'xtatib qo'yishingiz mumkin. Biz sizni o'rganilayotgan korporatsiyaning har bir ko'rsatkichini diqqat bilan ko'rib chiqishni taklif qilamiz. Endi biz tashkilotning joriy ko'rsatkichlarini tahlil qilamiz. Gentex Korporatsion, Tger, Genetix. Sharh 2025 yil 23 apreldagi ma'lumotlar asosida yaratilgan. Tasnifi bo'yicha Grow Markets kompaniya Gentex Korporatsion pastki toifaga kiradi. Autoelektron tahlilda 33 ta tashkilot ishtirok etadi. Bu juda vakillik. Ushbu video natijalari asosida qabul qilingan qarorlarni qidiring. Kompaniya uchun umumiy natija 10 balldan 7-5 ball. Pastki kategoriya uchun o'rtacha 1-5 ball. Agar siz kengroq qarasangiz, butun AQSh bozorida. Umuman bozor uchun o'rtacha ball 1-8 ball ekanligini ko'ramiz. Uchun 7-5 ballga qarshi Gentex Tor. Kompaniya aksiyalari narxining dinamikasini taqqoslash Gentex Korporatsion va kichik toifadagi kompaniyalar. 12 oy ichida aksiyalarni ko'ramiz. Gentex Korporatsion -35,2% dinamikani ko'rsatdi. Kichik toifadagi narxlarning o'zgarishiga qarshi -12,1%. Bu albatta hech narsani anglatmaydi, lekin biz bu haqiqatni hisobga olishimiz kerak. Kompaniyaning bozor kapitallashuvi Gentex Korporatsion 4,92 milliard dollarni tashkil etadi. Va kichik toifaning kapitallashuvi 100 milliard dollarni tashkil etadi. Gentex Torp ulushi 4,945% ni tashkil etadi. Bu kichik toifadagi kompaniyalardan biridir. Kompaniyaning balans kapitallashuvi 2,46 milliard. Va kichik toifaning kapitallashuvi 42 milliard dollarni tashkil etadi. Gentex Torp 5,843% ulushini tashkil etadi. Bozor va balans kapitallashuv ulushlarini taqqoslab, biz quyidagilarni ko'rishimiz mumkin. Baham ko'ring. Gentex Korporatsion bozor qiymatini baholashda kichik toifadagi 4,945% ni tashkil etadi. Balans qiymati 5,843% ni tashkil etadi. Bu bozor kapitallashuv ulushidan 18% ga ko'pdir. Kompaniyaning kichik toifadagi bozor va balans qiymatidagi ulushini baholash yaxshi 1 ball. Kompaniya hech qanday moliyaviy majburiyatlarga ega emas. Kompaniyaning qarz majburiyatlari darajasiga asoslangan reyting juda yaxshi 2 ball. Kompaniyaning fond bozori qiymatining uning foydasiga balansi 12,3 ga to'g'ri keladi. Kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkich 137,9 ni tashkil qiladi. Bu kichik toifadagidan 91% ga past. Pastki toifadagi tashkilotlarga nisbatan birja narxini uning foydasiga baholash juda yaxshi 2 ball. Oxirgi 12 oydagi foyda 399 million dollarni tashkil etdi. Kelgusi 12 oy ichida kelajakdagi daromad 462 million dollar bo'lishi kutilmoqda. Bu hozirgi vaqtga nisbatan 15,8% ga ko'pdir. Taxminiy kelajakdagi foydani kichik toifadagi bilan solishtirganda baholash yaxshi 5 ball. Kompaniya qiymatining daromadga nisbati 2,1 ni tashkil qiladi. Kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkich 1,9 ni tashkil etadi. Bu kichik toifadagidan 11% ga yuqori. Bozor bahosini daromad ko'rsatkichlariga kichik toifadagi ko'rsatkichlar bilan solishtirganda baholash chidash mumkin 10 ball. Oxirgi 12 oydagi daromad 2,310 million dollarni tashkil etdi. Kelgusi 12 oy uchun kelajakdagi daromad 2,630 million dollar bo'lishi kutilmoqda. Hozirgi vaqtga nisbatan 14% ga ko'p.
Kichik toifadagi kompaniyalar ko'rsatkichlari bilan taqqoslaganda kelajakdagi daromadning prognoz ko'rsatkichlarini baholash. Yaxshi, 5 ball. Marja 17,2% tashkil etadi. Kichik toifa uchun o'rtacha 1,4% tashkil etadi. Kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkich va kompaniyaning ko'rsatkichlari o'rtasidagi farq 15,9% tashkil etadi. Kichik toifadagi ko'rsatkichlar bilan taqqoslaganda marginallikni baholash. Yaxshi, 5 ball. Kompaniyaning kichik toifadagi xodimlar soni bo'yicha ulushi 286% tashkil etadi. Bu bozor kapitallashuv ulushidan 116% ga kam. Bu fakt tashkilotning joriy bozor narxining nomutanosibligini aks ettiradi. Gentech Torp ehtimol qayta baholash tomon. Tashkilotning har bir xodimi uchun bozor kapitali miqdori $796,000 tashkil etadi. Kichik turkumda esa $368,000 bor. Kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkich va kompaniyaning ko'rsatkichlari o'rtasidagi farq 116,3% tashkil etadi. Kichik toifadagi kompaniyalar ko'rsatkichlari bilan solishtirganda bir xodimga to'g'ri keladigan bozor kapitali hajmini baholash. Bardoshli, ball. Kompaniyaning har bir xodimiga to'g'ri keladigan foyda $64,500 tashkil qiladi. Kichik toifa uchun o'rtacha $2,700 bilan. Va kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkich va kompaniyaning ishlashi o'rtasidagi farq 2,318% tashkil qiladi. Kompaniyaning bir xodimga to'g'ri keladigan foydasini kichik toifadagi kompaniyalar ko'rsatkichlari bilan taqqoslaganda baholash. Yaxshi, 5 ball. Tashkilotning individual xodimiga to'g'ri keladigan daromad ulushi $374,000 tashkil etadi. Pastki kategoriya bo'yicha $195,000. Kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkich va kompaniyaning ko'rsatkichlari o'rtasidagi farq 92% tashkil qiladi. Kichik toifadagi kompaniyalar ko'rsatkichlari bilan solishtirganda bir xodimga to'g'ri keladigan daromadni baholash. Yaxshi, 5 ball. Aksiyalari qisqa bo'lib 3-4% tashkil etadi. Kichik toifadagi o'rtacha 7-2%. Bu mumkin bo'lgan qisqa siqish xavfining ko'rsatkichidir. Ko'rsatkich esa 14 kompaniya uchun 42% darajasini ko'rsatadi. Gentech Torp. Pastki kategoriyada esa darajasi 14, taxminan 43% ni tashkil qiladi. Texnik jihatdan kichik toifadagi qimmatli qog'ozlar kompaniya aksiyalari bilan bir xil tarzda kotirovka qilinadi. Gentech Torp. Kompaniya aksiyalarining haqiqiy bahosi taxminan $21.74 ni tashkil etadi. Kompaniya aksiyalarining konsensus bahosi taxminan $27.6 ni tashkil qiladi. Joriy taxmin va konsensus prognozi o'rtasidagi farq taxminan 27% ni tashkil qiladi. Keling, siz uchun mavjud bo'lgan buyurtma jadvalini ko'rib chiqaylik. Unga bog'langan izohda havola. Buyurtma jadvali ma'lum mavsumda yordam tizimi tomonidan ilgari qabul qilingan barcha qarorlarni o'z ichiga oladi. Guru Markets. Buyurtmalar jadvaliga kirish bepul va ochiq. Bog'langan izohda havola. Kompaniyaning qimmatli qog'ozlarini baholash asosida Gentech Torp. Axborot va ma'lumotnomalarni baholash tizimi Guru Markets qaror qabul qilindi. Har bir aksiya uchun $21.75 dan sotib olish shartnomasini oching. Buyurtma kompaniyaning ancha yuqori bahoga ega ekanligi sababli ochildi. Tashkilotni baholash usullari hokim indeksi asosida amalga oshirildi. Foyda olish 23 qilib belgilangan. Stop loss 22 da belgilangan. Agar buyurtma foyda olish yoki zararni to'xtatish bilan yopilmasa, keyin bitim 2025 yil 23 maydagi savdo natijalariga ko'ra avtomatik tarzda yopiladi. Yoki belgilangan sanadan oldingi oxirgi ish kunida. Tichker, MVI'si muvozanatli sotish buyrug'i bo'ladi. Balanslash tartibi haqidagi video bu kanalda bo'ladi yoki allaqachon e'lon qilingan.
Buyurtmalardan birini yopayotganda, asosiy yoki balanslash. Ikkinchi buyurtma haqiqiy narxda belgilanadi. Ushbu videoni tomosha qilganingiz va axborot ma'lumotnoma tizimidan foydalanganingiz uchun barchaga katta rahmat. Groove Markets.